Assalomu alaykum ukajon. Assalomu alaykum. Keling opa. Menga ikkitagina non kerak edi. Xo'p, hozir olib beraman. Lekin pulim Xo'sh. yo'q edi. Opajon, bu yerda men ham oddiy ishchiman. Ilojim bo'lsa berardim. Bolalarim juda ham och. Rahmingiz kelsin, jon ukam, pul bo'lganda albatta yetkazib beraman. Bolalarimga rahmingiz kelsin, iltimos. Hozir. Akajon, u ayol 2 dona non so'radi. Siz bo'lsangiz 2 paket narsa berdingiz. Ayol o'z holatiga yarasha so'radi. Men esa holatimga qarab berdim-da. Qolaversa, kambag'allarning haqqi boylarga berilgan. To'g'rimi?